Diqqat! O'zbekistonlik taniqli futbolchi Abduqodir Husanov haqida tezkor xabar. Nahotki Abduqodir Husanov City tarkibidan chiqarib yuborildi? Qozog'istonlik blogerlar nimalar demoqda? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun ozroq like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling. Nega Abduqodir Husanov yangi mavsum oldidan Toshkentga qaytdi? Qozog'istonning ayrim sport nashrlarida Abduqodir Husanov Manchester City'ning Atletikoga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi uchun qaydnomaga kiritilmaganligi haqida xabarlarni e'lon qildi. Ayrim materiallarda esa bu holat Husanov Manchester City tarkibidan chiqarib yuborildi mazmunida tarqatilmoqda. Biroq xabar e'lon qilingan vaqtda Abduqodir Husanovning oilasida og'ir yo'qotish, bobosining vafot etgani sababli O'zbekistonga qaytgani aytilgan. Xabarlarda Husanovning qaydnomada bo'lmaganligi aks etgani Instagram post ostida yozilgan izohlarda uning bobosi vafoti haqida yozilgan. O'sha narsa ta'kidlangan, biroq sarlavhani u tarkibdan chiqarib yuborildi mazmunida tarqatish bu noto'g'ri, deyiladi xabarda. Aziz do'stlar, siz qozoq nashrlari haqida qanday fikrdasiz? Ularning qilgan ishlari to'g'rimi? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Abduqodir Husanovning muxlislari bo'lsa, bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.